Qizim, qo'shninikidan yog' olib chiq. Xo'p. Yeb sana ko'sa. Shunga yog' bering. Qo'shninikidan sabzi olib chiq. Ha. Qo'shni, sabzi berib turing. Ma. To'g'ralgani yo'qmi? O'zimga to'g'ratadilar oyim. Qayerdan topay hozir? Qayerdan topay? Qizim, guruch olib chiq. Mana. Rahmat. Osh qilyapsizlar deb o'ylab chesogan olib chiqdim. Voy, baraka topib tashing. Kerak bo'lmaydimi? Qattanmi biz? Qizim, Qozon berib turing. Ya, undan ko'ra uyga kiringlar, osh bor, shu yerda yenglar undan ko'ra nima qilasizlar o'zlaringizni ozod berib. Ko'ngli og'ridi. Bekor gapirdim shu gaplarni. to'y oshimi, choyxona oshimi? Ha, kiramiz. Oyim menga birorta issiq kiyim olib bering. Mana issiqqina. Yangisidan olib bering. Voy, opangga yangisini oldik. Buni kim kiyadi? Oyi, bu cho'ponni bermoq yo'qmi oboda? Chiroyli, yarashdi. Sal kichkinaroq ekanda, sig'mayapti. Oyi, bu opamniki emas-ku. Singliniki kiymayman dedi. Mana yangi yubka, ikkita yuvsak toza bo'ladi. Nimaga men hadeb eski kiyimlarni kiyishim kerak? Voy, biz hamcha yoshligimizda kattalarning kiyimini kiyib katta bo'lganmiz. Oyi, sizda opa yo'q edi-yu? O'shada tog'ayni kiyimni kiyib katta bo'lganmiz. Voy bu nima ahvol ha? 1 yildan buyon chang artilmagandek. Oyi, 2 kun bo'ldi artganimga, top-toza. Mana shu tozami, ha? Tozami? Gapir. Oyi, 3 kun oldin artganman. Shampunli suvdami? Ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmaganman. Yag'iri chiqib yotibdi. Shu tozami? Shu tozami? Mana shu bilan hozir bir basharangga urayman, ha? 2 hafta yuzingni yuvasan keyin. Oyi, ati gapirmang deb geldilar dusha bilan yuganman shu skоворodkani. Ay, yo'q, ro'za kunlarida aldashga urinma mani. Oyi, ana patologiyasi burchagida urgimchi in quribdi. Ikkitasi erkak, ikkitasi urg'ochi, 4 ekan, o'rtasida bitta bolasi ham bor ekan. Agar ertagacha tozalab tashamasangiz, o'shalar yana 2 ta ko'payadi. Voy, nobod choy ichma, bolang qora tug'iladi. Bo'pti, unda yeyman. Sen shunaqa chiroyli bolachalarga qarashing kerak, bolang chiroyli tug'iladi. Rostdanmi? Ha, sen qornimda bo'lganingda umuman chiroyli bola ko'rmaganman. Ha. Nima? Ko'p Instagramga kirma, bola nurlanadi. Oy, o'tirgim kelyapti-da Instagramda. Voy, sen meni qornimda bo'lganingda umuman Instagramga kirmaganman, chidaganman, sen ham chida. Ha. Nima? Voy, gullab ketibdi. Hoy qiz, umuman sochingni kesma, bolani umri qisqaradi. Hoy qiz, ko'p yotaverma, bola kattalashib ketadi. Hoy, kofe ichma. Senga xamir yeyish mumkin emas. Bu mumkin emas, o'zi nima mumkin? Asabiylashma. Senga asabiylashish mumkin emas. Ojon, mamni oyoqqa surib o'tib qo'yaylik. Voy, senga og'ir ko'tarish mumkin emas. Qo'shni, Ha, qizimga og'ir ko'tarish mumkin emas. Qarash boring. hozir. Bo'la. Hay qo'shni, shunda magazinga chiqib keling. Menga ko'p yurish mumkin emas-da. Mamani qarang, sindoshlar gruppasida meni so'kib yozibdi, ahmoq, jinni. Hay, senga so'kinish mumkin emas. Mana qo'ydim. Rahimjon, qo'shni, shunda so'kib bering. Yes, sana o'sha Nima qilyapsan? Eshitmasin, qulog'ini bekityapman. Qo'shni, opangiz yumshoq tapchkasi bo'lsa olib chiqing. Bunga kablok kiyish mumkin emas. Ering ko'tarchika bor, o'shani olib chiqing. bor. 44 razmerdan bu olib chiqaman hozir. Apa, men tapchkan qaydan bilaman, kuchuk olib ketgandir-da. Bak. Ana. Uy, ha qo'shni nima gap? Ana shu mahallaga yaqinga tug'ish kerak bo'lgan kelin bor. O'tishga yuradi, ish buyuraveradi. O'zingiz nima qilyapsiz? Men o'sha akasiman 7 oydan beri uyga kirganim. Uyda dazmolni sug'urdingmi? Chiroqlarni o'chirdingmi? Eshikni qulfladingmi? Hozir. Baby,
Oyjon, men maktabni bitirdim. Katta bo'ldim. O'qishga kirdim. O'qishni ham bitirdim. Ishga ham kirdim. Erga ham tegdim. Mana rezultat. Endi maylimi, ko'chaga chiqib aylanib kelsam. Oldin tug', keyin ko'chaga chiqasan. Открывая двери без ключа. Qizim ham katta bo'lib qoldi. Nuqul urishaman, baqiraman. Endi ham chiroyli tushuntiraman. Ertaga erga bersam bir oyda bir marta ko'ramanmi, yo'qmi? Endi ham chiroyli tushuntirib, mehribon ona bo'laman. Dilshoda, bu nima ahvol? O'yinga qarab bo'lmaydi, yig'ishtirib olsang bo'lmaydimi? Kitob daftarlaring yoyilishini qara, xor parchasiga balo bormi? Qachongacha xonangni men yig'ishtiraman? Menga qara, o'rningdan turdingmi, joyingni yig'masang bo'lmaydimi? Senga o'rgatib o'zimga qolmadi. Qiz bolasan, sen ozgina akkuratliroq bo'lsang bo'lmaydimi? Musirlarni qachon olib chiqib to'kasan, ha? Men bu yerda yotib bichib ketsa. Qilaman-de, oyi. Ты моя, ты моя. Немедленно сними корону, Фюрер, и больше никогда не надевай. Иди испорти кому-нибудь день. Это я умею. Ketdik. Uyim, onam, qizim, sog'indim. Sog'inding? Boshqalar onasini tez ko'rib. Sog'ib qoldi. Boshqalar. Hoy qiz, sen qachon ovqat pishirishni o'rganasan, ha? Xamir qilishi, chuchvara tugishi, qanaqa qilsani erga beraman, ha? Oy, bering, oyi. O'zim o'rganaman. Мама говорит, балам люби себе. Пока молодая, хочу себе не мерить. Хайдага не мери, я еще сам была. Еще одного Терри Бэйби не хватало. Рано еще мама, нету бэйби мама. Все детки загуляли, не думаю. Oyim, men keldim. Voy, qizligim bilan sog'inibman-e. Oyi, bilasizmi, men ham idishyapman, qaynonam qayta idish yururlar. Mana shundoq qilganlar bor-ku. Menga qara, qudamni gapirmagin, xo'pmi? Qudamchi eng ozoda ayol. Nima degan bo'lsa, hammasini to'g'ri aytgan. Demak, toza yuvmas ekansan. O'tgan kunichi kuyoyizni boshqasini dazmol qildim, oyjon kelib, "Ihmat" dedilar. Keyin boshqatdan 3 martalab qildirdilar dazmol, qo'llarim orib ketdi. Voy, demak, o'xshata olmabsan, dazmol qila olmabsan. Mani qudamni gapirma. Agar yana qudamni yomonlaydigan bo'lsang, mana shu dazmolni og'zingga bosaman. Choy damlayman, u qaynonam sovib qopti dedilar. Ko'k damlasam, qora damla dedilar. Qora damlasam, ko'k damla dedilar. O'chir. Qudam zalattoy. Qizim, lekin gapingda jon bor. Shu qaynonangchi mijg'ov, ezmaligi bor. To'ydan keyin ana hamma shokoladlarni yig'ib terib olib ketganicha. Avoyjon, hozir boraman, hozir. Bormaymi? Qolaymi? Ha, bo'pti-da. Rasvo qilis hammasida. T'écoutes la plaque, Paris sans adéquat. Kepslar. Qizim, biram aqlli, qo'lidan hamma ish keladi. Oy qiz, tez qo'rqqani 48 soatdan buyon uxlab yotibdi. O'lib qolmadingmi, ha? Derazani ochib havosini almashtirsang bo'lmaydimi? Oyi, yana 36 soat uxlay. Umuman gap qaytarmaydi. Menga qara, menga sapchima, onangman. Menga qarama ko'zimga. Bu meni hayotimga umuman aralashmay, o'zim normalni qilib eplayman. Tushundingizmi? Umuman menga baqirmay. Uyda hamma ishlarni qiladi. Pishir deysizmi, kirchir deysizmi, ventilyatorda g'iz aylanadi-ya. Uy ahvoliga qarab bo'lmaydi, hamma o'zib yotibdi. Mana bu etigingni yotishini qara, kiyimlaring yotishini qara, changlari artilmagan. Stol ustidagi bir haftadan buyon yig'ilgani yo'q. Mana bu yorilgan sharingcha yangi yildan buyon yotibdi. Kelgan odam nima deydi? Molxonaga o'xshaydi u emas, bitta madish qoldi xolos. Lokatsan bilib oldinglar, adashmasdan kelarsizlar. Nima bo'ldi? Bir kuni qamalib ketmasam bo'ldiydi. Nimaga? Yolg'on guvohlik berganim uchun. Hech qachon bu gapni oyingni oldida aytma. Oyi zerikib ketdi. Dilshoda. Mana pul. Non, tuxum, karam, shakar olib kelasan. Tushundingmi?
Non, tuxum, karam, shakar. 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 Non, tuxum, karam, sut. Non, tuxum, karam, sut. Non, tuxum, karam. Yüzümden çık kaldı. Alo oyijon, men bugun sizni ko'rgani bormoqchi edim. Jimgina uyingda o'tir. Qo'shnilar darrov uyga kelyapti deydi. Hali endi 6 oy bo'ldi-ya tushganingga. Oy, yaxshimisiz? Mazam yo'q. Ana bilgandek sizga achchiqqina chotki midovый tayyorlayapman. Kelib o'tirma, o'sha uydagilarga ber pirog. Chaqaloq tug'ilganida sizni ko'rgani bormoqchi edim. Nevarangizni ko'ring endi. Kelib o'tirma, o'zimiz boramiz sunnat to'yida. Alo oyim, men keldim. Chiqing, ovqat olib keldim. Taksiga javob bermadingmi? Yo'q. Ketaver uyingga, oilangga qara. Uyim, onam, qolib ketdim. Sog'ingan odam onasidan tez-tez xabar olmaydimi? Boshqalar haftasiga ko'rishadi onasi bilan. Sen yillar bo'ldi-ya, kelib xabar olmaysan. Bola qani? Maktabga ketdi. O'sha 1-sinf bo'ldimi? 11